Assalomu alaykum azizlar. Bolalarda quloq og'rishi qay darajada ko'p uchraydi deb o'ylaysiz? O'tkir o'rta quloq otiti o'rta quloqda yallig'lanish kasalligi hisoblanadi va tarqalishi bo'yicha nafas yo'lidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. O'rta quloq yallig'lanishi hamma yoshda ham uchraydi, lekin asosan 6-24 oyligida uchraydi. Bunga sabab 1 yoshgacha bolalarni Yevstaxiy nayi kaltaroq, kengroq va gorizontal joylashuvi. Bundan tashqari bolalarni uzoq muddat yotishi ham infeksiya rivojlanishiga yaxshi sharoit yaratib beradi. 80% bolalar hayoti davomida bu kasallikka chalinib o'tadi. O'g'il bolalarda qizlardan bir necha barobar ko'proq uchraydi. Quloq yallig'ish kasalliklari virusli, bakterial va aralash bo'lishi mumkin. Eng ko'p chaqiruvchi bakteriyalarga Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza va Moraxella catarrhalis kiradi. Eng ko'p chaqiruvchi viruslarga RS virus, koronavirus, metapnevmovirus, gripp, adenovirus va pikornaviruslar kiradi. Tashxis obyektiv ko'ruv, anamnez va belgi simptomlarga qarab qo'yiladi. Otitni kelib chiqish sabablari ko'p omillarga bog'liq. Bolalarning so'rg'ish so'rishi, gastroezofageal refluks kasalligi, adenoidlar gipertrofiyasi, immunitetni pasayishi, qandli diabet, irsiy moyillik, yumshoq va qattiq tanglayni nuqsonlari, vitamin A yetishmovchiligi, bakterial patogenlar, virus patogenlar, allergiya, sun'iy ovqatlantirish, passiv tutunlar ta'siri, past iqtisodiy sotsial sharoit, allergik, infeksion va ekologik omillar otit rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Sog'lom holatda Yevstaxiy nayi viruslar va bakteriyalarni o'rta quloqqa o'tishidan himoya qiladi va ortiqcha hosil bo'lgan shilliqni xilpillovchi epiteliy yordamida burunga oqib tushishiga ta'minlaydi. O'rta quloq kasalligi burun, halqum, Yevstaxiy nayi o'rta quloqni shilliq qavatini yallig'lanishga olib keluvchi yuqori nafas yo'llari virus infeksiyalaridan keyin boshlanadi. Yevstaxiy nayini eng tor qismi shilliq bilan to'lib qoladi va ventilyatsiya buziladi. Natijada o'rta quloqda manfiy bosim hosil bo'ladi. Yallig'langan shilliq qavatda eksudat to'planadi va viruslar va bakteriyalarni yashashiga yaxshi sharoit paydo bo'ladi. Bakteriyalar ko'payishi o'rta quloqda yiring hosil bo'lishiga olib keladi. Nog'ora parda harakati cheklanadi va eshitish pasayadi. O'rta quloq yallig'lanishining asosiy belgilaridan biri quloq og'rig'i bo'lgani bilan aksariyat bolalarda boshqa belgilar kuzatiladi va tashxis qo'yishga qiyinchilik tug'iladi. Quloqlarni tortishi, bosh og'rishi, injiqlik, uyquni buzilishi, ishtahasizlik, qayd qilish va ich o'tishi. O'tkir o'rta otit kasalligida aksariyat holatlarda tana harorati ko'tarilmaydi. Faqat ayrim bolalarda yuqori bo'lmagan harorat ko'tarilishi kuzatilishi mumkin. Otoskopda ko'rilganda nog'ora parda qizarishi va o'rta quloqda suyuqlik to'planishi kuzatiladi. O'rta otitni quyidagi kasalliklardan farqlash kerak bo'ladi. Xolesteatoma, chaqaloq va bolalarda yuqori harorat, sababsiz isitma, halqum raki, tashqi otit, paragripp virus infeksiyasi, burun poliplari, passiv chekish va o'pka kasalliklari, allergik rinit, bakterial meningit, gastroezofageal refluks kasalligi, bolalar mastoiditi, pnevmokok infeksiyalar, birlamchi siliar diskineziya, RS virus infeksiya, rinovirus infeksiya va tish chiqishi. Davolash og'riqni qoldirishga va infeksion jarayonni to'xtatishga qaratilgan bo'lishi kerak. Antibakterial davo imkon boricha og'iz orqali va mahalliy qo'llanilishi kerak. Shunda antibiotiklarning nojo'ya ta'siri organizmga kamroq bo'ladi. Antibiotiklarni og'iz orqali qo'llash imkoni bo'lmaganda keyin parenteral inyeksiyaga o'tiladi. Prognozi: erta qo'yilgan tashxis va to'g'ri davo prognozini yaxshilikka olib keladi. Tashxisni kech qo'yilishi asoratlarga olib kelishi mumkin. 24 oylikgacha otit o'tkazgan bolalarda yuqori chastotali undosh harflarni chiqishi qiyinlashishi kuzatilishi mumkin. O'rta otitni asoratlari ikkiga bo'linadi. Chakka ichi asoratlariga. Chakka ichi asoratlari: eshitishni pasayishi, nog'ora pardani teshilishi, surunkali yiringli otit, xolesteatoma, timpanoskleroz, mastoidit, labirintit, yuz nervini falaji, infeksion ekzematoz, dermatit, bosh miya asoratlari, meningit, subdural emfiyema, bosh miya absessi, ekstradural absess, lateral sinus trombozi, gidrotsefaliya. Endi o'rta quloq otitini oldini olish uchun nimalarga rioya qilish kerakligini aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda bolalarni faqat ona sutida boqishga
harakat qilish. Bolalarni tamaki va tutunlardan uzoqlashtirish. Bolalarga so'rg'ich bermaslik. Sun'iy ovqatlantirilganda yotkizilgan holatda sut bermaslik. Bolalarni yoshiga mos ovqatlantirish. Ko'p toza havoda sayr qilish. 2 yoshgacha bolalarga shirinliklar, yarim to'yir mahsulotlar va sun'iy mahsulotlar iste'molini cheklash. Yuqori nafas yo'llari kasalliklariga chalinganda birinchi o'rinda burunni ochiqligini ta'minlash. Rahmat.